Yaxshimisilar? Bugun biz naytimi omaq hammamizninki bo'g'larimizni eslatadigan o'z bo'g'imizdek yiqimliq bir bo'g'imizni yo'qlab keldik. Bu yoq bo'lsa bizniki Avtaxon bo'g'imizning o'g'li doim bizga tanishlik filmlarni yo'llaydigan Davudjon bo'ldi. Bayağı kichik o'g'li. Endi ikkisidan farq bo'lsa Öylerimizki berip kalsanız yaydıganға kurutuva. Kichik o'g'lida saqal olgan bilan cho'ng'ida burutuva deganda avutpayız. Cho'ng'adimizni ko'rib, naqash ayrilgan bo'g'larimizni esimizga elib, bolaligimiz esga kelib, shunday bir yaxshi aslimalarni bizga eslatgan, bu cho'ng'adimizning jafosida halovatida yaqin turayotgan sizga ko'pdan ko'p rahmat aka. Xalq nomidan bugun bir rahmatimni yetkazib qo'yay deb keldim. Shiqib naytda xursandmiz, xushbiz aka. Bunun dikin ten salomatligingizdan sizning tezroq asliga kelishiga tilakdoshmiz. Qirsida tuvandik she'rim orqali cho'ng dadamga bo'lgan hurmatimni, cho'ng dadamning holatini xabar berayotgan o'g'illari, kelinlariga bo'lgan cho'nqur rahmatimni bildiraman. Unda esa she'rim huzuringizda bo'lsin. Nima az deb so'ramsa yenimizda, bo'yla azlab ketdi qishimizda. Bir-birlab chiqib ajal kemisiga kalmadı şu ulug'lar beshimizda. Aql bo'p yo'l ko'ztib yurtdoshlarga, mang deydi besib o'tgan izimizda, yalang'ochqa yanglarni yertib bergan, bo'ylar azlab ketdi qishimizda. Shulardek berkatlarni ko'maptimiz. Ulardan aql olgan yishimizda, talaylar dushmanlashib ketar edi, bo'ylar bo'lmaganda yezimizda. Ballarga elchi bo'lib jukni qo'shgan, haqqi bor her bir işken işimizde, kirille emde aşını sunay dese, boğayla bolmay kaldık işimizde. Biz mi boğay bolalamdık kim bilirdi? Balımız mı boğay bulup ülgürüdü? Yançıgıdı kempütte yer boğayla az, nevrilerini kimlerimdi mündürüdü. Kıyşığa basak tukkan sürüştürüp, kıydıgan kıyırındaşını körüştürüp, emdi kim tilek ah niyette, biridu işimizni yürüştürüp. Hakikatni şula edi to'nig'anlar. Kun o'tib azaymoqda shu bo'vaylar. Ular chiqqan kemini ko'z yosh bilan sahilga so'ramoqda daryolar. Rahmat.